shu birinchi chiquvdi, keyin Samarqand boruvdik. Birinchi o'zimiz Qarshida MFT qildik. Keyin Samarqand boruvdik. Samarqand ko'rdi, nima qildi. Keyin ular operatsiya qilamiz degdi, keyin vahmi qilib tashlashdi. Keyin Qarshiga qaytdik, Qarshida bir kun yotuvdik. Yarimta yaxshi doktor bor ekan, u ham uncha yaxshi emas ekan. Keyin bitta doktor bilan uchradik. Keyin o'sha bilan uchrab, keyin sizlarni tavsiya berishdi. Keyin Toshkentga keldik. Toshkentdan keyin yaxshi ekan, shunga operatsiya qilishdi, shundan keyin yaxshi bo'lib ketdim. Bugungi bemorimiz Rustamov Mahmudbek 14 yoshdalar. Bizga kelgandagi shikoyatlari bo'yin sohasidagi limfa tugullarning kattalashishiga, ishtaha pastligiga hamda ozishga va kuchli holsizlikka murojaat qilib kelishdi. Bu bemorimizni ota-onalari har xil xususiy klinikalarda ko'rsatib, hech qanday diagnoz ola olmagandan bizga murojaat qilib kelishdi. Bizning tekshiruvlarga ko'ra bemorimizda bo'yin sohasidagi limfa tugullar hamda ko'ks oralig'i limfa tugullari kattalashganligi aniqlandi hamda bu bemorimizga ochiq biopsiya amaliyoti bajarildi. Olingan limfa tugulni tezkor patomorfologik tekshiruvga yubordik. Hozir bemorimizdagi chiqqan xulosasi Hodgkin limfomasi. Bu bemorimiz hozirda to'liq tekshiruvlardan o'tmoqda. Inshaalloh to'liq sog'ayib ketishlarini tilaymiz.